Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Men Zaytul ekstrakti. Qanday qilib bolalarga berishni tushuntirib beraman. Meni bolalarim 4 yosh, 6 yosh. Neyse 20 kiloga ham yetmaydi. Shuning uchun bir 2 kaplet. Bunisi esa katta kelgan uchun organizmni virus bakteriyalardan tozalab beradi, shunchalar oshirib beradi, immunitetni ko'taradi. Hozir hamma bolalar gripp bo'lyapti. Immunitetni mustahkamlaganligi uchun grippdan ham asraydi bolalarni. O'zimda esa 5 kaptadan ichaman. 1, 2, 3, 4, 5.